Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 12 yildan boshlab pensionerlar uchun yangi tartib, yangi imkoniyat va ayrim holatlarda yoqimli syurpriz bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu mavzu oddiy xabar emas. Chunki u har bir pensionerning oylik daromadi. Bank kartasiga tushadigan pul, naqd pensiya olish tartibi, qayta hisob-kitob va ayrim imtiyozlarga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lsangiz, ota-onangiz pensiya olsa, uyda keksa insonlar bo'lsa yoki yaqinlaringizning pensiya hujjatlari bilan shug'ullansangiz, bu videoni oxirigacha albatta ko'ring. Chunki ba'zi odamlar o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmaydi. Ba'zilar esa qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash imkoniyatidan bexabar qoladi. Men bugun hammasini sodda tilda misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq pensionerlar ko'rishi kerak. Avvalo vaziyatni tushunib olaylik. Ko'p yillar davomida pensionerlar uchun eng asosiy muammo shundan iborat ediki, odam o'z pensiyasi qanday hisoblanganini to'liq bilmas edi. Kimdir menga kam chiqyapti deydi. Lekin qaysi hujjat yetishmayotganini bilmaydi. Kimdir ish staji ko'p bo'lsa ham pensiyasi kutilgandan past chiqadi. Kimdir urushdan keyingi yillarda qishloq xo'jaligida, zavodda, maktabda yoki kasalxonada ishlagan, lekin eski hujjatlar orqada yo'qolgan yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'ladi. Natijada inson o'zining haqiqiy mehnatiga yarasha pensiya olmasligi mumkin. Oldin pensioner ko'pincha pensiya jamg'armasiga yoki mahalliy bo'limga o'zi borib, navbat kutib, bir nechta xonaga kirib, mening pensiyamni qayta ko'rib bering deb ariza yozishi kerak edi. Agar pasport ma'lumotida xato bo'lsa, mehnat daftarchasida ism-sharif boshqacha yozilgan bo'lsa, korxona tugatilgan bo'lsa yoki arxiv ma'lumotlari topilmasa, jarayon yanada cho'zilib ketardi. Ko'pchilik keksa insonlar esa bunday yurish-turishga qiynaladi. Ayrimlar baribir foydasi yo'q deb umuman murojaat qilmay qo'yadi. 2 iyuldan keyin e'tibor qaratilayotgan yangilikning mohiyati shuki, pensionerlarning ma'lumotlarini aniqlashtirish, to'lov holatini tekshirish, bank kartasi yoki naqd pul orqali olish masalalarini tartibga solish. Shuningdek, ayrim toifalarda qayta hisoblash imkoniyatlarini tezroq ko'rib chiqish masalasi dolzarb bo'lib turibdi. Men buni syurpriz deb atayman. Chunki ko'p pensionerlar bilmaydigan jihat bor. Ba'zi hollarda sizga pensiya miqdori avtomatik ravishda yoki murojaat asosida ko'payishi, oldingi davr uchun farq to'lanishi yoki noto'g'ri ushlab qo'lingan mablag'lar qaytarilishi mumkin. Lekin juda muhim narsani aytaman. Hamma pensionerga bir xil miqdorda qo'shimcha pul tushadi deb o'ylamaslik kerak. Bu eng katta xato. O'zgarishning ta'siri har bir pensionerning shaxsiy hujjatlariga, ish stajiga, avvalgi ish haqi ma'lumotlariga, nogironlik guruhi bor yo'qligiga, boqimandagi shaxslar holatiga, yoshi va pensiya turiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun men sizga kimlar albatta tekshirish kerak, kimlar xavotir olmasligi mumkin va kimlar hujjat yig'ishi lozimligini batafsil tushuntiraman. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar tinch bo'lishi mumkin birinchi navbatda. Pensiya oluvchilarni bir nechta guruhga ajratib ko'ramiz. Birinchi guruh oddiy yoshga doir pensiya olayotganlar. Bular, masalan, ko'p yillar maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, tibbiyotda hamshira bo'lgan, zavodda, qurilishda, transportda yoki qishloq xo'jaligida mehnat qilgan fuqarolar. Ular uchun eng muhim masala ish staji va ish haqi ma'lumotlari to'g'ri kiritilmaganidir. Masalan, tasavvur qiling, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli Anvar aka 35 yil ishlagan. Lekin pensiya tayinlanganda uning 1985 yildan 1992 yilgacha bo'lgan 7 yillik ish staji arxidan topilmagan. Shuning uchun pensiya hisobida faqat 22 yil inobatga olingan. Agar Anvar aka hozir eski korxona arxividan yoki davlat arxividan tasdiqlovchi ma'lumotnoma olsa, uning pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Faraz qilaylik, hozir u 1 million 2 ming so'm olayotgan bo'lsa, qo'shimcha staj tasdiqlangandan keyin pensiyasi 1 million 300 ming yoki 2 million 1 ming so'mgacha oshishi ehtimoli bor. Bu aniq raqam emas, lekin misol sifatida tushuntiryapman. Hujjat topilsa, natija bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda juda nozik masala bor. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lishi mumkin. Tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi yangilangan bo'lishi mumkin.
lekin pensiya yoki nafaqa to'lovi eski ma'lumot bo'yicha davom etayotgan holatlar uchraydi. Agar insonning guruhi og'irlashgan bo'lsa, masalan, 3-guruhdan 2-guruhga o'tgan bo'lsa, to'lov miqdori qayta ko'rib chiqilishi kerak. Aksincha, hujjat muddati tugagan bo'lsa, vaqtida yangilanmasa, to'lov kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkin. Shuning uchun nogironlik bo'yicha to'lov olayotganlar 12 iyuldan keyingi tartib va tekshiruvlarda eng diqqatli bo'lishi kerak. 3-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu turdagi to'lovlarda oiladagi farzandlar yoshi, o'qishi, mehnatga layoqatsiz a'zolar borligi, nikoh va vasiylik hujjatlari muhim ahamiyatga ega. Masalan, bir ayol turmush o'rtog'i vafotidan keyin 2 nafar farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olyapti. Katta farzand kollej yoki universitetda o'qishni davom ettirsa, tegishli ma'lumotnoma vaqtida topshirilishi kerak. Agar bu hujjat kechiksa, to'lov kamayishi mumkin. Keyin hujjat olib borilganda ayrim holatlarda qayta tiklash masalasi ko'rib chiqiladi, lekin odamlar bu jarayonni bilmagani uchun puldan mahrum bo'lib qoladi. 4-guruh. Pensiyani bank kartasiga oladiganlar. Hozir ko'pchilik pensiyasini karta orqali oladi. Bu qulay. Chunki banka yoki pochta xodimiga bog'lanib qolmaydi. Pul tushganini SMS orqali biladi. Do'konda to'lov qiladi. Kommunal xizmatlarni to'laydi. Lekin karta bilan bog'liq muammolar ham bor. Karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. Bank hisob raqami o'zgargan bo'lishi mumkin. Pensioner boshqa bankka o'tmoqchi bo'lishi mumkin. Yoki plastik karta yo'q bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya jamg'armasida eski karta ma'lumoti qolib ketgan bo'lsa, to'lov kechikadi. Masalan, Samarqandda yashovchi Mohira opa pensiyasini kartaga oladi. Kartaning amal qilish muddati iyul oyida tugaydi. U yangi karta oldi, lekin yangi karta ma'lumotini tegishli idoraga yetkazmadi. Natijada pensiya eski hisobga yuborilishi mumkin yoki qaytib ketishi mumkin. Mohira opa esa pensiyam tushmadi deb xavotirlanadi. Aslida muammo pensiya bekor bo'lganda emas, bank rekviziti yangilanmaganda bo'ladi. Shuning uchun karta muddati, telefon raqami, bank ilovasi va SMS xabarnoma holatini tekshirib qo'yish juda muhim. 5-guruh. Naqd pensiya oladiganlar. Ayrim keksalar bank kartasidan foydalanishni xohlamaydi yoki imkoniyati yo'q. Ayniqsa chekka qishloqlarda. Internet sus joylarda ko'rish qobiliyati past yoki yura olmaydigan pensionerlar naqd pul olishni afzal ko'radi. Bunday odamlar uchun ham muhim jihat bor. Naqd to'lov jadvali, yashash manzili ro'yxatdan o'tgan joyi, vaqtincha boshqa hududda yashashi kabi holatlar to'lovga ta'sir qiladi. Agar pensioner boshqa mahallaga ko'chib o'tgan bo'lsa, lekin pensiya ishi eski manzilda qolgan bo'lsa, pulni olish qiyinlashadi. Shuning uchun manzil o'zgarsa, albatta xabar berish kerak. Kimlar xavotir olish kerak? Men birinchi navbatda quyidagi odamlarni ogohlantiraman. Agar sizning pensiyangiz oxirgi yillarda biror marta ham qayta tekshirilmagan bo'lsa, eski mehnat daftarchangizda xatolar bo'lsa, ish stajingiz to'liq hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, arxiv ma'lumotnomangiz yo'q bo'lsa, bank kartangiz muddati tugayotgan bo'lsa, nogironlik hujjatingiz muddati yaqinlashgan bo'lsa, yoki pensiyangiz kutilmaganda kamaygan bo'lsa, albatta harakat qiling. Bunday holatda o'zi hal bo'lib ketar deb kutish to'g'ri emas. Kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron tizimda to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, pensiya har oy bir xil va vaqtida tushayotgan bo'lsa, karta ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa qo'shimcha hujjatlar muddati o'tmagan bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir yilga kamida bir marta pensiya miqdori va hisob-kitob asoslarini tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Endi eng muhim joyga keldik. Ko'p odamlar pensiya masalasida bir nechta xatoga yo'l qo'yadi. Birinchi xato, qo'shnimga oshibdi, demak menga ham oshishi kerak deb o'ylash. Bu noto'g'ri. Pensiya individual hisoblanadi. 2 kishi bir mahallada yashashi, bir yoshda bo'lishi, hatto bir xil zavodda ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin ularning ish haqi, staji, imtiyozli davrlari, hujjatlari va pensiya turi har xil bo'ladi. Shuning uchun bir odamga 20 ming so'm qo'shimcha chiqsa, boshqasiga umuman chiqmasligi mumkin. Ikkinchi xato, faqat pasport bilan borib hammasi hal bo'ladi deb o'ylash. Ba'zi masalalar pasport bilan hal bo'ladi, lekin qayta hisoblash uchun ko'pincha qo'shimcha hujjatlar kerak bo'ladi. Mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, harbiy xizmat hujjatlari, tug'ilganlik guvohnomalari,
nikoh guvohnomasi, tibbiy xulosa, o'qish, ma'lumotnomasi kabi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Qaysi hujjat kerakligi sizning holatingizga bog'liq. Uchinchi nozik jihat, eski ish joyi tugatilgan bo'lsa, demak staj yo'qoladi degani emas. Juda ko'p odamlar men ishlagan korxona allaqachon yopilgan, endi nima qilaman deb o'ylaydi. Aslida korxona tugatilgan bo'lsa ham uning hujjatlari davlat arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Agar arxivda ma'lumot topilsa, staj tasdiqlanishi mumkin. Ba'zan korxona nomi o'zgargan bo'ladi. Masalan, oldin paxta tozalash zavodi bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin boshqa nom bilan qayta ro'yxatdan o'tgan. Shuning uchun arizaga eski nom, taxminiy ishlagan yillar, lavozim, bo'lim, hatto rahbar yoki buxgalter familiyasi esda bo'lsa, yozish foydali bo'ladi. 4-chi nozik jihat, ayollar uchun bola parvarishi davrlari. Ayrim hollarda bolani parvarishlash davri, dekret ta'tili, ishga qaytgan vaqtlar pensiya hisobida muhim rol o'ynaydi. Hamma davrlar bir xil tartibda qo'shilmaydi, lekin agar hujjatlar noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ayol kishi 3 yil ishlagan, lekin 2 farzand parvarishi sababli mehnat daftarchasida uzilishlar bor. Bu uzilishlar qanday rasmiylashtirilgani tekshirilishi kerak. Ba'zan bir varaqdagi oddiy yozuv yoki buyruq raqami keyinchalik katta ahamiyatga ega bo'ladi. 5-chi nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensionerlar pensiya chiqqandan keyin ham ishlaydi. Kimdir maktabda qorovul bo'lib ishlaydi, kimdir xususiy firmada hisobchi, kimdir bozorda yoki xizmat ko'rsatish sohasida. Ishlayotgan pensionerning daromadlari, ijtimoiy soliq to'lanishi, rasmiy ishlashi yoki norasmiy ishlash kelajakdagi ayrim qayta hisoblashlarga ta'sir qilishi mumkin. Agar odam rasmiy ishlasa, uning ma'lumotlari tizimda ko'rinadi. Agar norasmiy ishlasa, huquqiy kafolatlar kamroq bo'ladi. Men har doim maslahat beraman. Imkon qadar rasmiy mehnat qiling. Chunki ertaga hujjat so'ralganda og'zaki gap isbot bo'lmaydi. 6-chi nozik jihat, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar pensiyasidan kredit, aliment, sud qarori yoki ortiqcha to'langan mablag' bo'yicha ushlab qolish bo'lishini ko'radi. Odam nega pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Aslida bu avtomatik ushlab qolish bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyangiz oldingi oy 1 million 400 ming bo'lgan, bu oy esa 1 million 7 ming tushganini ko'rsangiz, darhol sababni aniqlang. Bankdan ko'chirma oling, pensiya jamg'armasidan ma'lumot so'rang. Ba'zan ushlab qolish qonuniy bo'ladi, ba'zan esa texnik xato bo'lishi mumkin. Xatoni vaqtida ko'rmasangiz, bir necha oy davomida pulingiz kamayib borishi mumkin. 7-chi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Har qanday yangilik chiqqanda ayrim firibgarlar faollashadi. Ular pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, 22 iyuldan sizga qo'shimcha pul chiqdi, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini ayting, pasport rasmini yuboring, oldindan xizmat haqi to'lang deb aldashi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech kimga karta parolini, SMS kodini, bank ilovasi kodini, to'liq karta ma'lumotlarini bermang. Davlat idoralari yoki bank xodimlari sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday ma'lumot so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Endi eng kerakli qism, siz hozir aniq nima qilishingiz kerak. Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiyangiz oxirgi 3 oyda qanday tushganini tekshiring. Agar bank kartasiga olsangiz, bank ilovasidan yoki bank filialidan ko'chirma oling. Ko'chirmada sanalar va summalar ko'rinadi. Masalan, may oyida 1 million 320 ming, iyun oyida 1 million 320 ming, iyun oyida 1 million 320 ming, iyul oyida 1 million 170 ming tushgan bo'lsa, demak oshish yoki qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Aksincha, iyulda kamroq tushsa, sababini aniqlash kerak. Agar naqd olsangiz, to'lov varaqasi yoki kvitansiya bo'lsa, saqlab qo'ying. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, bank karta rekvizitlari, nogironlik hujjatlari, arxiv ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar. O'qish ma'lumotnomalari kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarning asl nusxasini yo'qotib qo'ymang, lekin nusxalarini ham tayyorlab qo'ying. 3-chi qadam, mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Borganingizda shunchaki pensiyamni oshirib bering demang. Aniq gapiring. Mening pensiya hisob kitobimni tekshirib berishingizni so'rayman.
ish tajim to'liq inobatga olinganmi? Ish haqi ma'lumotlarim to'g'ri kiritilganmi? Bank rekvizitlarim yangimi? Qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash asoslari bormi? deb so'rang. Aniq savol bersangiz, aniq javob olish osonroq bo'ladi. 4-qadam, agar ariza yozish kerak bo'lsa, arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshirasiz, ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana kirim raqami yoki mas'ul xodim belgisi qo'yilishini so'rang. Bu juda muhim. Chunki keyin men murojaat qilgan edim deganingizda qo'lingizda isbot bo'ladi. Arizada ism sharifingiz, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, murojaat sababi, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati aniq yozilsin. 5-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati o'tmaganmi? Telefon raqamingiz o'zgarmaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Bank ilovasida hisob faolmi? Karta bloklanmaganmi? Shularni aniqlang. Agar yangi karta olgan bo'lsangiz, pensiya to'lovi aynan qaysi hisob raqamiga tushishini aniqlashtiring. Ba'zan odam yangi karta oladi, lekin pensiya eski hisobga bog'langan bo'ladi. Bankdagi karta va pensiya jamg'armasidagi rekvizit bir-biriga mos bo'lishi kerak. 6-qadam. Agar sog'lig'ingiz sababli o'zingiz bora olmasangiz, yaqin qarindoshingiz yordam berishi mumkin. Lekin buning uchun ishonchnoma, vakolat yoki qonuniy tartibda rasmiylashtirilgan hujjat talab qilinishi mumkin. Shunchaki men o'g'liman yoki men qiziman deyish hamma joyda yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa bank va pensiya hujjatlarida shaxsiy ma'lumotlar himoya qilinadi. Shuning uchun oldindan telefon orqali so'rab oling. Vakil orqali murojaat qilish uchun qaysi hujjatlar kerak? 7-qadam. Javobni yozma shaklda olishga harakat qiling. Og'zaki javob yaxshi, lekin yozma javob yanada kuchli. Agar sizga qo'shimcha pul chiqmaydi deyishsa, nim sababdan chiqmasligini tushuntirishlarini so'rang. Agar hujjat yetishmayapti deyishsa, aynan qaysi hujjat kerakligini yozib oling. Agar arxivdan olib keling deyishsa, qaysi arxiv, qaysi yillar, qaysi korxona nomi bo'yicha so'rov berish kerakligini aniqlashtiring. 8-qadam. Har bir o'zgarishni shoshilmasdan tekshiring. Iyul oyida pensiya ko'proq tushsa, darhol sarflab yuborishdan oldin bu nima pul ekanini bilib qo'yish foydali. Ba'zan bu haqiqiy qayta hisoblash bo'ladi. Ba'zan bir martalik farq to'lovi bo'ladi. Ba'zan texnik o'tkazma bo'lishi mumkin. Agar xatolik bilan ortiqcha pul tushgan bo'lsa, keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bu mablag' nima uchun tushdi degan savolni berish uyat emas, aksincha aqlli ish. 9-qadam. Agar pensiyangiz kamaygan bo'lsa, kutib o'tirmang. 3 oy, 6 oy kutish kerak emas. Darhol bankdan ko'chirma oling, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling, sababini so'rang. Sabablar turlicha bo'lishi mumkin. Karta muammosi, ushlab qolish, hujjat muddati tugashi, tizimdagi ma'lumot xatosi, yashash manzili o'zgarishi yoki boshqa huquqiy asos. Qanchalik tez aniqlasangiz, shunchalik tez tuzatish mumkin. 10-qadam. Yaqinlaringizga ham yordam bering. Ko'p pensionerlar internetdan foydalanmaydi, bank ilovasini tushunmaydi, navbatda turishga qiynaladi. Agar siz farzand, nabira yoki qo'shni sifatida yordam bera olsangiz, yordam bering. Lekin yordam berganda ham ehtiyot bo'ling. Pensionerning kartasidan ruxsatsiz foydalanmang. SMS kodlarini o'zingizda saqlamang, pulini aralashtirib yubormang. Ishonch eng katta mas'uliyatdir. Demak, azizlar, 12 pensionerlar uchun aytilayotgan yangi syurprizning eng muhim mazmuni shundan iborat. Har bir pensioner o'z pensiya to'lovi, hujjatlari, bank kartasi, ish staji va qayta hisoblash imkoniyatlarini tekshirish kerak. Ba'zi insonlar uchun bu haqiqatan ham qo'shimcha mablag', farq to'lovi yoki pensiya miqdorining oshishi bo'lishi mumkin. Boshqalar uchun esa bu shunchaki ma'lumotlarni tartibga keltirish, kelajakdagi muammolarni oldini olish degani. Men sizga eng asosiy fikrni yana bir bor aytaman. Hech qachon menga tegishli emas deb befarq bo'lmang. Pensiya bu oddiy pul emas, bu insonning yillar davomida qilgan mehnati, sog'lig'i, vaqti va hayotiy tajribasi evaziga olinadigan haqdir. Shuning uchun har bir so'mning hisobini bilish kerak. Agar hujjatlaringiz joyida bo'lsa, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Agar xato bo'lsa, uni vaqtida tuzatish imkoniyati paydo bo'ladi. Sizdan iltimos kommentariyada yozing. Sizning pensiyangiz iyul oyida o'zgardimi, oshdimi, kamaydimi yoki odatdagidek tushdimi? Qaysi hududdansiz? Qanday muammoga duch keldingiz? Sizning fikringiz boshqa pensionerlarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga
qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyozlar va hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish bo'yicha yana foydali ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib beraman.